Assalomu alaykum hammaga. Retseptlar kolleksiyasiga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan juda ham tez tayyor bo'ladigan osongina kam xarj pirog tayyorlaymiz. Ko'pchilik so'ragan edi, oddiy kefirdan pirog retseptini ham qo'ying deb. Mana ko'ryapsizlar, yumshoqqina ishib chiqadi. Bu pirog katta oilalar uchun juda ham qulay bo'ladi. Barakali bo'lib chiqadi. Ham masalliqlari ham uydan topiladigan masalliqlarni ishlatamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb birinchi 4 ta tuxumni xamir qiladigan idishimizga solamiz. 1 chimdim tuz solamiz va 250 gram shakar solamiz. Yaxshilab venchik yordamida aralashtirib olamiz. Bir xil massa bo'lgunicha. Juda ham ko'pirtirish shart emas, ozgina bir xil massa bo'lsa yetadi. 200 mg oddiy o'simlik yog'ini solamiz va yana yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana yaxshilab aralashtirib oldim. Endi 500 mg qatig'i ozginasini solib, ozginasini idishda qoldirdim. 1 choy qoshiq soda solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Men idishim to'la bo'lgani uchun yarmini solib turib, keyin aralashtirdim. Xolasinglar bittada sodani aralashtirib, keyin kefirni solsanglar bo'ladi. Kefir farqi yo'q, magazinniki yoki домашний farqi yo'q. Qanaqa qatig'inglar bo'lsa ishlataverasizlar. Agar ilojisi bo'lsa, yog'liroq qatiq bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi. Agar uylarda bor qatiq bo'lsa, u shart emas, yog'li prosenti. Mana endi 400 gram unimizni yarmini birinchi solib aralashtirib olib, keyin yana yarmini solamiz. Bir daniga sovormayli unni. Yarim choy qoshiq vanilli shakar va 1 choy qoshiq razrxlitel solib oldim. Pishiriq kukuni, ya'ni. Mana yaxshilab sitadan o'tkazib olib, elab olib, venchikda yaxshilab aralashtirib olamiz. Unni bir daniga sovormayli. Oldin yarmini solib, yaxshilab aralashtirib, bir xil massa bo'lganidan keyin qolgan yarmini ham bo'lib solib aralashtiramiz. So'rashinglar mumkin, sodani mazasi kelmaydimi deb. Sodani qatiq bilan yaxshilab aralashtirib solganimiz uchun umuman sodani mazasi kelmaydi. Bemalol tayyorlashinglar mumkin. Ishonchli retsept. Mana yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana ko'rsatyapman quyuq suyuqligini. Quyuq suyuqligi shunaqa bo'lishi kerak. Yana unni qarab solasizlar yoki qo'shib yoki kamaytirishinglar mumkin. Listimizga oddiy sariyog', margarin yoki oddiy o'simlik yog'ini tagiga surib olamiz va xamirimizni listga solib olamiz. Mana listga solib olib, yaxshilab tekislab 1-2 marta listimizni urib, ortiqcha havolarini chiqazib olib, oldindan qizitilgan duxovkada 180 gradusli 30-35 minut pishib qizargunicha pishirib olasizlar. Pishganini har doimgidek zubacheskada tekshirib olsanglar bo'ladi. Quruq chiqsa, demak pishgan bo'ladi. Mana pirogimiz tayyor, yoqimli ishtaha. Sizlarga ham tavsiya qilaman, albatta tayyorlab ko'ringlar. Ustini xohishinglarga qarab bezatib, yasatib dasturxonga tortishinglar mumkin, lekin o'zi ham juda ham mazali bo'ladi. Mana ko'rsatyapman, yumshoqqina ishib pishib chiqdi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozishni esdan chiqarmanglar. Kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'linglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Retseptlar kolleksiyasini Telegram kanali orqali ham kuzatishingiz mumkin. Silkasini opisaniyada va kommentariyada qoldiraman. Pirogga to'liq retseptini opisaniyada yozib qoldiraman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'linglar.